Uka, bu uy meniki emas. Bu uy seniki. Aka, men ola olmayman. O'zi meni shuncha o'qitganingizga. Yo'q, aka. Aka ukadan so'rab o'tirmaydi. Bu sen uying, tamom. Aka, sizni farzandingiz katta bo'lyapti. Birinchi sizga uy qurishimiz kerak-ku. Ey ukam, esingdami yoshligimizda? Bir xil yonma-yon bo'lgan uyda yashashni orzu qilardik. Yur senga bir narsa ko'rsataman. Aka, yoshligimda pulim bo'lmasa ham magazinga borib, qo'rqmasdan narsa olib chiqib ketardim. Akam to'lab qo'yardi. O'zimdan kattalar bilan urushdan ham qo'rqmasdim. Orqamda akam turibdi, meni himoya qilardi. Doim akam bor deb sizga borligingizga quvonibman-u, lekin biror marta akam men borman deb sizga tirgak bo'la olmadim. Aka, sizni yaxshi ko'raman. Ukam, doim menga suyanib, menga ishonganingda o'zi menga katta kuch. Akalar shunday bo'lishadi. Keldingizmi? Ha, ukamni uyini bitirib berdingiz, menikini ham bitirib bering endi. Qo'lingiz gul ekan aka. Qilgan ishingizdan rosa xursand bo'ldim. Baraka toping ishingizdan. Bir ko'ring biznikini ham. Bo'ldi aka, o'lchab chiqdim. Ukangiz uyiga qancha ketgan bo'lsa, sizni uyingizga ham shuncha ketar ekan. Hatto metri ham bir xil ekan. Bunaqa oqibatli aka-ukani endi ko'rishim aka. Aka, maylimi bitta savol bersam. Odamlar o'ziga yetkiza olmayapti. Siz qanaqa qilib ukangizga ham, o'zingizga ham yetkazdiryapsiz? Niyat qilsangiz Alloh yetkazdirar ekan. Yoshligimda men qanday uyda yashasam, ukam ham shunday uyda yashaydi deb niyat qilgandim. To'g'risi bu uyni boshlaganimda o'zimda uyimga ham zo'rg'a yetadigan pul bor edi. Bismillah deb boshladim. Aka, shu uyni boshlaganimdan beri bilmayman, Xudo qaydan bo'lsa yetkazdiryapti. O'zidan o'zi baraka kirib, mana ikkita uyni ham bitirib yubordim aka. Alloh niyat qilsangiz niyatingizga yetkazdiradi. Faqat yaxshi niyat qilish kerak. Yaxshi niyatimga, yaxshi mehnatingiz bilan siz ham hissa qo'shsangiz, ishingizga baraka bo'lsin aka. Rahmat sizga.